Abdullahat, narxlar nima bo'lyapti endi Aka o'rta? bizda har doim arzon 1000 dollar pastida. Mingni pastida. Ha. Assalomu alaykum, podpischilar, yaqinlar, omonmisizlar, qadrdonlar. Sizlar uchun har doimgidek chiroyli videorolik bo'ladi, yoqadi. Abdullahat bilan birgalikda, Abdullahat. Endi xudo xolasa aka avvalambor yaxshi keldingizmi aka, tushunsiz. tushunsin. Xo'p, o'zimizni vodiylik, toshkentlik, vohalilarga ancha qulayliklar qilib qo'ydik. Mana Andijonda ofisimiz bor aka, Farg'onada ofisimiz bor, Toshkentda bor ofisimiz. Bemalol aloqaga chiqib ofisga kirib shartnomalar tuzishaveradi. Bo'laveradi. Litsenzionni Hikmat Travel litsenziyali umra paket. umra paketi. Behijolat xudo xolasa. Ko'pchilikda shu muammo bo'lyapti. Ya'ni videoda ko'p kommentariyada o'qib qolaman. Misol eshitganlar bor, eshitmaganlar bor. Hikmat Travel litsenzionni umra paketi sizlarni 14 kunlik umra safariga jo'natishlik uchun xudo xolasa tayyormiz. Hozir chislalari necha kun bo'ladi? Ramazon oyini ham aytamiz, xudo Ha, xudo xolasa aytamiz. Endi bir boshdan sizlar tanishtirsangiz o'rta. Xo'p. Aka, narxlarimiz 24, 25, 26-ga 945 dollar qilib belgiladik Toshkent Jidda yo'nalishini. 945 dollar yaqinlar Toshkentdan Jiddaga. Xo'p. Vodiylarimiz bor. 25-ga bor vodiyimiz aka. 975 dollar qilib belgiladik. Namangan, Madina 25-kuni aka. 26, 28 Farg'ona bor. Ular ham 975 dollar qilib belgiladik aka. 975 Xudo xolasa. Andijondan ham reyslarimiz bor. Aloqaga chiqsa chiroyli qilib ishlarni bitkazamiz inshaalloh. Inshaalloh. Behijolat. 14 kunlik 14 kunlik umra paket. O'sha Madinada 2 mahal milliy taom aka. Madinada 150 metrdan 500 metrgacha gazdamiz. Makkada 800 metrdan 2 kilometrgacha gazdamiz. 50 bosh xizmati, Qizil dengiz, 10 dan ortiq ziyoratlari bor, xudo xolasa. Bor, xudo xolasa. Behijolat inshaalloh. O'zimizning milliy taomlar. Vodiydan borgan po'rilar aka, behijolat aka. O'sha ketishayotganda beji, kamzil, popka beramiz aka. Shu narsalarni beramiz misol. Xudo xolasa. Narx-navolari ham yaxshi. Endi narx-navoga to'g'risi endi bu gapni ancha videolar oldin aytgan edik. Narx-navo nimaga arzon degan savolga javob qilib ketsak o'rta. Endi narxlar birinchi ochilibda aka. Bizda avion eng asosiysi. Misol o'zi mana YouTube'da reklama qilayotganlar ham deyarli bizni hammasi taniydi, yaxshi biladi. Misol. Hani narxlar nimaga arzon degan sababi aka, gostinitsadan aka yillik sotib olamiz. Sizdan yana ponni sotib olinadi. Misol. Aka, samolyotni yillik biletini olamiz. Aka, qancha ko'p olgansangiz o'shuncha arzon tushaveradi aka. Misol muammosi yo'q, biletlar bordi keldi bo'ladi aka. Xudo xolasa mana qanchadan qancha mana 6 oydan beri yurtdoshlarimiz jo'natdik. Xudo xolasa hammalari minnatdor, rahmat aytishyapti. Xursand inshaalloh. Podpischilarimiz inshaalloh xursand, albatta. Abdullahat bu fikriga qo'shilaman. Narx-navolarimiz shu uchun arzon. Ha, o'shuning uchun arzon. Endi yana bitta narsa, misol o'sha standart paket, o'sha 1100 gacha bo'lgan paket bilan biz 945 ligimiz farqi yo'q. Xudo xolasa mana borib kelayotganlarni o'zi ham yaxshi biladi. Misol 1100 dollarlik paket bilan bir xil bo'ladi aka. Inshaalloh. Misol 1100 deylar, bir haftada 50 ta uchirsa, biz bir haftada 500 ta, 800 ta odam uchiramiz aka. O'shuni farqi bo'ladi aka. Shuni hisobiga. Xudo xolasa u tomonlaridan muammo yo'q, ovqatdan aka. Misol mana o'zingizga ham bittasi muammo qildimi aka, sizdan borib keldi mana 100 dan oshiq odam borib keldi aka. Kerak bo'lsa 500 dan ortiq odam borib keldi. Bittasi muammo qildimi? Onangiz borib keldilar misol aka o'zingiz. Yaqinlar, ya'ni aytadigan, ishonch bo'lishi uchun aytadigan joyi. Misol battan misol kerak bo'lsa sizdan pulni deb onangizni misol sotmaysiz boshqa. Borib o'zlari misol ko'rib keldilar masalan. Borib ko'rdilar haqiqatan. Behijolat aka, 2 to'rg'am, 3 to'rg'am go'sht chiqadi eng kamida aka. Ovqatdan, yeb ichishdan, gostinitsadan, yotoqdan, biletdan muammo yo'q aka. Xudo xolasa behijolat. Yaqinlar, aloqaga chiqaverasizlar. Endi bu nimalarni ham aytsak. Ramazonga paket. Ramazon oyiga aka, xudo xolasa Ramazonga aka 21 kunlik paketimiz bor. 15-dan 18-ga davomida uchadi. 15dan 18 3 kun davomida uchiramiz. Toshkentdan bitta to'plab turib uchiramiz, Vodiydan bitta to'plab turib uchiramiz. 21 kunlik paket 1100 dollar aka. 1100. Ramazon oyini 1150, 1200 sotishyapti 14 kunligini. 14 kunlik. Bizda 1100 dollar aka. 21. Aloqaga chiqishaveradi, xudo xolasa. Yaqinlar. Xudo xolasa narx-navolar. 14 kunlik paketimiz bor, 975 dollar qilib belgiladik aka Ramazon oyiga. Hozirdan birinchi 10 kunligini. Hozirdan biron qilib qo'ymoqchi. Hozirdan biron qilib. Mana biron ham qanaqa aka? Pasport tashab berishadi, bo'ldi. Hech qana oldindan to'lov kerak emas.
Xolasa ofisga kelib to'lasin. Aha. Ha, to'lovlar Chek yozib haqida ham beramiz. aytib o'taylik. Muammo yo'q aka. Aha. No, to'laganlar ham bor Ramazon oyiga. Cheklarni yozib qo'llariga berganmiz. Men o'zimga birov kommentariy yozdi, aka, sizni kanalingizdan olib shu nimaga nima qildim? Bron qildim dedi. Xudo xolasa ketadiganmiz deb bitta podpisligimiz minnatdorchilik bildirib kommentariy yozgan. Inshaalloh aka bexo'q. Biletlari, vizalari, beji, kamzil popkalari 50 boshini tanishtirganimizdan keyin to'lov ham qilishaveradi. Ha, unisi. Hozirdan bron qilishsa bo'ldi, pasport tashashadi bo'ldi. Avvalambor lavizda bo'lsa bo'ldi. Shu. O'sha kuni kelsa kelsa bo'ldi. Misol bittasida $20 ozdan chiqib qolsa, $10 ozdan chiqib qolsa ketib olmaslik kerak. Shunaqa holatlar ham bo'lyapti-da. Misol pasport tashab qo'yib bizga. Misol endi mayli, ularga ham Allohning o'zi kifoya qilsin. Farqi yo'q bizga. Ha. Lekin litsenziyali Hikmat Travel, xudo xolasa aloqaga chiqishaveradi behijolat. Toshkent, Andijon, Farg'onada ofislarimiz bor. Aloqaga chiqsa lakasalar tashab beramiz, xodimlarimiz kutib oladi chiroyli. borib, ko'rib, misol kimdir endi misol ko'rib, men ishonch hosil qilib to'lov qilaman deganlar bo'lsa, unisi yoki Ablahat aytgandek, ketayotgan kunlar aeroportda to'lov qilamiz desalar ham muammo yo'q. O'zlaringga qulayini to'lov qilib, sizlar avvalambor bizdan ketsalar ham biz xursand bo'lamiz xolos. Shu inshaalloh behijolat. O'ylaymanki, video qisqa va lo'nda tushunarli bo'ldi, yaqinlar. Yoqqan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlab, albatta kommentariyada ham bir iliq fikrlar bildirib ketasizlar. Bundan 2-3 ta video oldin o'yin o'ynagandik, bepul umra safariga. U kungi shartlarimiz bajarilmadi. Keyin Ablahat aytdiki, aka 2-3 ta videodan keyin yana bir qilamiz, xudo xolasa. Inshaalloh qilib beramiz. Ramazonga qilib beramiz bir yo'li. Bo'lib ham Ramazonda bormoqchi bo'lganlar, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib deylar, sizlar uchun xudo xolasa. Xizmatda biz Ablahat aytgandek, biz sababchi bo'lib qolsak bo'ldi. Xursand bo'lamiz aka, inshaalloh, behijolat. Sizga ham katta rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin. Joninglar sog' bo'lsin, yaqinlar keyingi videolarda ko'rishguncha. Xo'p.